Sizlar bilan hozir shunaqa chiroyli, idealniy bo'lib chiqadigan yumshoq blinchik tayyorlab ko'ramiz. Idishimizga 2 dona tuxum ustidan shakar va tuzni solib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Iliq sut va unni solib, uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan qaynoq suv va yog'ni solib, uni ham aralashtirib olamiz va soda va uksusni solib, tindirishga biroz muddatga qo'yamiz. Qizib turgan tavamizda bir cho'michdan solib, ikki tarafini chiroyli qilib pishirib olamiz. Tavamiz yaxshilab qizdirilgan bo'lishi kerak. Shunaqa chiroyli teshikchalari ko'p bo'lib, idealniy bo'lib chiqadi. Siz ham aynan shu retsept bo'yicha bir marotaba tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Turli xil nachinkalardan foydalanishingiz mumkin. Menda bugun qulupnayli murabbo bor edi. O'sha bilan chiroyli qilib yasatib, dasturxonga tortib oldim. Yoqimli ishtaha. E'tiboringiz uchun rahmat.